Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 2007-yil may oyida bo'lib o'tgan 60-sessiyasi qaroriga ko'ra, dunyo bo'yicha yilning 25-aprel kuni butun jahon bezgakka qarshi kuni sifatida nishonlanadi. Bezgakka qarshi kurash bu barcha mamlakatlarda bezgakka qarshi samarali kurashni ta'minlash bo'yicha harakatlarni targ'ibot etish bilan birga, aholini bezgakni yuqish yo'llari, mexanizmi, kasallik asoratlari, o'z-o'zini himoya qilish usullari bilan tanishtirishga bag'ishlanadi. Bezgak parazit tropik kasallik bo'lib, isitma xurujlari, kamqonlik, jigar taloqning kattalashi bilan kechadi. Odamlar orasida bezgakning 5 ta turi tafovut etiladi. Tropik bezgak, 3 kunlik bezgak, 4 kunlik bezgak, ovali bezgagi va maymun bezgagi turlari uchraydi. Bezgak kasalligini oramizda yuqishini oldini olish uchun birinchi o'rinda hammalaring tushuntirishlaring kerak. Uylaringda oila a'zolaring, ota-onalaring, ukalaring, akalaringga chet elga chiqishdan oldin endemik davlatlarga boradiganlar bezgakni himoyalanish bo'yicha tushunchalarni olishi kerak. Buning uchun tumandagi sanitariya-epidemiya asosiylik markazi vrach-parazitologiga yoki tumandagi infeksion kasalliklar kabineti vrachiga uchrashishlari kerak. U yerda yurganda qanday himoyalanish to'g'risida to'liq tushunchaga ega bo'lishlari kerak. Kelgandan keyin ham tibbiyot xodimlari tomonidan tibbiy nazoratga olinadi, kasallikni oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni olib boriladi.